Assalomu alaykum. Siz bilan Nero jamoasi. Bugun toshqindan himoya sistemasini gaplashamiz. Shu kabi va komplektatsiyasini ishlashini ham bir tekshirib ko'ramiz. Bu sistema kontroli протечкивadi o'zbek tilida qo'riqlash, toshqindan qo'riqlash tizimi qanaqa ishlaydi? Bu sal aqlliroq varianti va juda zo'r narxda aytgancha topdim. Xullas, buni birinchidan telefonga bog'lasak bo'ladi. Telefonda masalan qanaqadir toshqin yoki suv oqib qolish bo'lib qolsa, datchik sezadigan joylardan bunga informatsiya keladi. Kontroller, ya'ni главная panel управления telefoningizga xabar keladi, что qanaqadir утечка bor deb. Ya'ni shu plyus tarafi shunda bu narsani va ikkinchi plyus tarafi bunda nafaqat simli, balki simsiz yana ikkita datchik bor. Siz xonadonni xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Hozirgi paytda bilasiz, remontlar asosan katta qavatli, ko'p qavatli binolarda har xil remontlar bo'lyapti, qimmatbaho remontlar bo'lyapti. Agar sizda toshqin bo'lib qolsa, qo'shningiz kirib sizga da'vo qiladi. Tuzatib ber, mana sanda bo'ldi deb. O'shani oldini olish uchun birinchidan juda arzon pulga bu narsani oldini olishingiz mumkin. Bu endi komplektatsiyaga o'tadigan bo'lsak, главная panel управления bo'ladi. Ikkita simsiz datchik, bitta simli datchik va ikkita o'zini krani bo'ladi. Kranida tepana pastida diametrlari 1.2 yoki 3.4, kranning tepasida servoprivod bo'ladi. Servoprivod agar toshqin bo'lib qolsa, suv bo'lib qolsa, ham telefoningizga xabar beradi, ham bunga informatsiya keladi, yop va 5 sekund, 10 sekund ichida sizni suvingiz yopiladi. Ya'ni suv oqib qolish, suv toshqin, avariya hollarini oldini olish uchun avtomatik tarzda bu yopiladi. Datchik sezgandan keyin. Buni ruchnoy boshqarsangiz ham bo'ladi. Tagida ko'rayotganingizdek o'zini tugmasi bor. Tugmasini bosib ruchnoy boshqarsangiz ham bo'ladi bemalol. Hozir sizga buni ishlash prinsipini ham ko'rsatamiz. Aytgancha bu qurilmamiz, bu tizimimiz, himoya tizimimiz telefonga ulaganda o'zini yo'riqnomasida QR kod bo'ladi. Tuya degan priложение bo'ladi. Tuya priложениесini yozib olib, programmasini shu orqali ko'rasiz. Ham xabar beradi. Suv toshqin bormi, toshqin yo'qmi, ishlash, o'zingiz ochib yopishlarni hammasini tuya orqali qilsangiz ham bo'ladi. Hozir sizlar bilan ishlash prinsipini ham tekshirib ko'ramiz, qanaqa ishlar ekan bu. Rozetkasida o'zini komplektasida blok pitaniyalari bo'ladi. Shundan ulab tekshirib ko'ramiz. Xullas, videomiz davomida Wi-Fi podключенияsi qanaqa bo'ladi? Ko'pincha endi o'qiydi, kimdir o'qimaydi, lekin birinchidan Tuya programma bo'lishi kerak sizda. Tuya degan programmani hamma biladi. Buni qanaqa ulanadi? Birinchi qopqog'ini ochasizlar. Instruksiya bo'yicha o'zini simlarini по-любому ulaysizlar. Chunki masalan bitta simli datchik va ikkita simli servoprivod bo'ladi o'zini kranlari bilan. Simli servoprivodda plyus taraflari ham bor, bilarmidingiz? Agar batareykali servoprivodlar qo'ysangiz, batareyka ko'pincha esdan chiqib qolishi mumkin va oqib ketayotgan paytda batareyka o'tirib qolgan bo'lishi mumkin. Simli juda nadежный hisoblanadi. O'shaning uchun men ishni mutaxassis sifatida iloji bo'lsa servoprivodni simli olinglar. Chunki simli hech qachon podvodить qilmaydi. Buni Wi-Fi ga ulanayotganda qopqog'ini ochib turish kerak. Simlarni endi ulab bo'lgan bo'lasizlar. Shu tugmani 3 marta bosganingizdan keyin shu Tuya priложениесiga u avtomatik tarzda Tuya priложениесі buni ko'radi. Uyingizdagi Wi-Fi kodini belgilab qo'yasiz, bo'ldi. Sizni priложениеңizga ulangan bo'ladi. Bizning tizimimizda ikkita datchik bo'ladi. Ikkitasi беспроводной datchik, ya'ni bittasi provodnoy, ikkitasi беспроводной va ko'pincha bularni ulanish bo'yicha savollar bo'lib qolishi mumkin, chunki instruksiyada o'qiganlar baribir ba'zilarida tushunmasa, o'shaning uchun bu video instruksiyani olamiz. Nima qilish kerak? Ikki tugmasini 4 sekund bosgandan keyin bu yerda o'zi chiqadi, indikator yonib turadi, migatib turadi. O'shanda mana shu ikkitasini bir temircha bilan zamknut qilib turish kerak.
Shunda bu ikkita signal chiqaradi, ovoz chiqaradi. Oddiy tilda tit qilib. O'shanda buni ko'rdi. Xuddi shu men aytgan narsani oldindan yana bir marta takrorlaysizlar, ikkinchisini ulanadi. Xullas, endi buni test qilib ko'rish kerak. Programmamizga uladik. Programmamizda shu ko'rinishda bo'ladi. Mana hozir открыто deb turibdi. Endi aytaylik, uyda xudo saqlasin toshqin bo'lib qoldi. Buni toshqin o'rniga mana suvni olamiz va to'kamiz. Mana toshqin ketdi. Qaratamiz. Ko'rayotganingizdek, ovozi sal anaqa o'chsin. Bo'ldi. Yopildi. Bo'ldi. Uyimiz xavfsiz joyda. Bu sizga signal berib turadi. Modulni o'zi, tizim o'zi. Undan tashqari sizga telefoningizga уведомление keladi. Nafaqat tizimimizga, balki telefoningizga ham что suv oqib qoldi, utechka bor deb. Uyingda utechka bo'lyapti. Lekin xavotir olmang. Bizani ikkita datchikimiz, ya'ni ikkita servopриводimiz kranni yopib qo'ygan bo'ladi. Bu sizga xabar faqat. Ular shunaqa tekshirib ko'rdik. Ishlatib ko'ringlar. Narxlari juda yaxshi. Xullas, agar video yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar. Qanaqadir savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, albatta javob beramiz. Tizimni ishlashini ko'rdingiz, ulanishlarini ko'rdingiz. Undan tashqari qo'ldan kelguncha hamma narsani tushuntirishga harakat qildim. Albatta buni o'rnatish to'g'ri yaxshilab yo'riqnoma bilan tanishib chiqinglar. Bu juda zo'r narsa. Iloji bo'lsa, buni telefonga screenshot qilib, ochib qopqog'ini ichiga qo'yib, bekitib qo'yganinglarni tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Mero jamoasi.